Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size hacırız. Washington'da sözleyimiz. Bugünkü İslah Aşkemen 21. yıl 6. ayının 14. günü vatandaş. Hazır Angliyadaki jığın asasiyatını ahırlaştığı vaziyet doğrusu gep kılsak, Amerika Qo'shma Shtatlari Oq saroyi davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan Londondan Brusselga kelib o'tib, masalan Brusselda ochiladigan NATO'ning yig'iniga qatnashish. Şimdi Brusselga kelib o'tib, muxbirga shundoq dedi. Bu qatim NATO'ning axborotida Jungo to'g'risida tarixda misli ko'rilmagan iboralarni ishlatib axborot e'lon qilinadi deb ko'rsatdi vatandaş. Endi aldığımızda NATO'nun axborotini ko'ramiz. Hozirgacha 7 davlat guruhining axboroti taxtaloq tekshirib e'lon qilinmadi. Ammo hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden masalan bu yig'inda, ya'ni 7 davlat guruhi yig'inida Hong Kong, Uyg'uriston kishilik huquqi bo'yicha qaror olganligi va o'rtaq tanishga kelganligi to'g'risida nima dedingiz vatandaş? Men rozi bo'ldim dedi. Aqsaroyning davlat ishlar bexatarligi masalan Jack Sullivan yuqorida dedi. Endi prezident Joe Biden men bu qatam 7 davlat yig'inidan rozi bo'ldim. Ya'ni Hong Kong, Uyg'uriston kishilik huquq masalasi bo'yicha rozi bo'ldim dedi vatandaş. Buning uchun siz bizdan hozir taqozo bo'lib turgan istiqbolimizga ko'ngil bo'layotgan dunyo xalqi oldida, Uyg'ur xalqi oldida bu 7 davlat guruhining mushunda qarorga kelishi va prezident Joe Bidenning mushunda qaror va mushunda xulosa chiqarishi siz uchun, biz uchun aytganda olam shimol xo'sh xabar bo'ladi vatandoshim. Ana bundan keyingi harakatlar va ijro qilish qanday bo'ladi, jarayon qanday bo'ladi, buni qaraymiz. Lekin Jonanhay uchun aytganda bu intayin ig'ir bo'lsa. Endilikda agar NATO'ning axborotida masalan davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivanning so'zi bo'yicha Jungoga qarata qattiq so'z iboralarni ishlatib, Jungo to'g'risida belgilamay yoki axborotda Jungo to'g'risida NATO'ning bir siyosati o'ttirg'i chiqadigan bo'lsa, hurmatli vatandoshim, o chaqda Jungoning beshiga kelayotgan besimning nima ekanligini men o'ylayman. Jonanhay his qilishga boshlaydi. Hozirmi his qilishga boshladi. Endilikda NATO'ning yig'inidan keyin o'tkaziladigan Yevropa ittifoqi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari davlat boshliqlarining yig'ini. Bu yig'inda nima deyiladi? O oldimizdagi ish. Ondan keyin hozir shaxsan men taqozolar bilan kutayotgan bir suhbat Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden bilan Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putinning Jan va shahrida o'tkaziladigan suhbati. Siz shunga diqqat qiling vatandoshim, bir haftaga ichiga o'rinlashtirildi degandek, hatto bir kun ichiga o'rinlashtirildi degandek shuncha bo'lajgan. Men orliqda bir leksiya dedim, prezident Joe Bidenning alohidligi, xizmat alohidligi vaqtni ching tutish. Vaqtni ching tutish. Mesela şu vaqtda nima dedim, sizga misol oldim. Masalan, 17-18 5 oyda Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti Trump Jungoga 3 oylik muhlat berdi. Keyin Jungo buning tanib oldi, yenib oldi degandek, gapida turmadi degandek yana uzartib berdi. Mushuning o'zi chataq edi. Amerika davlat shu ish aytganda buning o'zi chataq edi. Hozir endi prezident Joe Biden vaqtni ching'ityapti. Men boshda aytdim, shuncha bo'lajgan, ya'ni hal qilg'uch yig'in. Hal qilg'uch davr. Hal qilg'uch davrda o'ttirg'i chiqqan yoki saylanib prezident Oqsaroyga kirgan prezident Joe Biden zaman
özgürüşlerini aytqanda. Muşundaq paytda hürmetlik vatandaşım, hem de NATO'nun yığındaki axbaratı qaraymiz. Andaki Avrupa İttifaqı, andan Cenvədiki Rusya Federasyası ile Amerika Qoşmuş Ştatlarına söhbətə qaraymiz. Vəziyyət mana muşundaq vatandaşım. Endi cüngnaxay nemi his qılıb atıdı? Hazır taza aşkar ottığı çıkmadı. Fikir birdek emas. Cüngnaxayda fikir birliki yok. Bunda qaraganda fikir birligi yok. Yakında yana bir hadise döngü matbuatları arkalı ottığı çıktı. O nima dese? Torbetlerini eçip itiş. Matbuat söz erkinligini koyup itiş. Bu doğruda burun yazılgan bir parça makaları yani götürüp kayıtı çıkıp cüngü matbuatları kendi ilan kılışkı başladı. Bu cüngüdeki bir xil özgürüş. Vatandaşım ben dedim, halkara besim yetip kelgen vaqtda Cüngnaxayning bardoshlik berish kuchi, taqobil turish kuchi, zadaqanchilik. Meselenin ağırlık noktası mana bu şey hürmetlik vatandaşım. Biz şuna vaziyetini tahlil qilib vatandaşlara muşu noktada qilsa bo'lsinmi? Kichikini tushunish ve ilham berish asosida muşunda bir maqsadga ve muşunda bir önüm yetalisak, şunun özü biz üçün kifoya hürmetlik vatandaşım. Endi bunun aytadiganimiz, hech kim qo'shadiganimiz, hech kim o'ylamagan yerdan tuyuqsizlar. Axborotdimi yo'q, to'rbetdimi yo'q. Tuyuqsizlar 9-cü günü Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Londonga tushibla, London yani Angliya, Britaniya davlatining vaziri Boris Johnson bilan G'arbiy Tinch okean nizomnomasi imzoladı. Bunun tahlili bugün yetip geldi. Men şu tahlillerden faydalanish asosida vatandaşlar yani tahlil qilib berishim mümkün. Lekin bugünkü leksiyanın mezmunu o emas. Bunun da bir cümle aytsak 41-ci yıl, bunun da 80 yıl burun imzalangan G'arbiy Tinch okean ahdnomasi yoki nizomnomasi şu vaqt Avropada faşizmga qarshi turishga imzalangan. Bugün yani London'da imzalangan bu imza yani Büyük Britaniya ile Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida imzalangan bu nizomnoma 80 yildan keyin shuninki vatandaşım sharqdagi faşizm Kompartiya, Cungo Kompartiya faşizmga qartilgan bu. Biz shunda tahlil qilamiz vatandaşım. Bu işlerini keyin görürüz, keyin tahlil qilamiz. Hazır muhokamani oxirida so'zlashimiz kerak edi. 5'de so'zlanib ketdi va ziyatga kadar kechiringlar vatandaşlar, tuvanda leksiyalarni anglaysizlar.